Paridio chash yuyish va asrash malhami an'anaviy o'simlik dorilarini retsep qilib, zamonaviy ezish usuli bilan biotexnika birlashtirib ishlangan. Paridio chash yuyish va asrash malhamiga zanjivil donchisi, nengmang, ko'k seg'i, amino kislotasi qatorliq ozuqlik moddalar qo'shilgan bo'lib, chashni pokizlab, chash tushishining oldini ilib, chash o'stiradi. Bosh terisidagi mayni kontrol qilib, chashni yumron, siliq va poqiroq qiladi. Tabiatning sovg'isi Paridio. Hürmetli körmenler, ben sizlerinin sırdaş dostunla Adila abınız. Şinjan Paridio Soğudu Çeklik Şirketi has namını ağan Estodiyaga Kim Keldi programısı, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi yeniden yolga koygan, nakşı muzikala nak meydanda orulunadigan, ekrandan halkıgan universal sanat programısı. Her bir san programıda çolpalla siz ve biz bilen billa nakşı eğitidir. Siz Şinjan Süni Hamra televiziyasının ammaviy ündidar supsini qo'shib elib, o'zingiz aytgan naqshlarni sin orqali aversiniz, Studiyaga Kim Keldi programmasida cho'lponlar bilan birga naqsh aytish fursatiga erisha olasiz. Har bir san programmamizda mastanlarimizga cho'lponlar bilan naqsh aytish fursatini beramiz. Sizning programmamizga qizg'in qatnashib, cho'lponlar bilan birga naqsh aytish fursatiga erishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Mening ismim familiyam İlham Alim, Dörbijin Nais'ten keldim. Ben özüm en hürmetleydiğim usta sanatkar bilen birle bir sahnede nakşi salıp duruvatman. Bundan da xush buldum. Uzundan bir soğuğan battı tayarlagan. Mana bugün ahirimiz soğuğunu öz kulum bilen usta sanatkarga bereleydiğim buldum. Şaka? Şinjan Radyo Televiziya Stansisi bilan Özgüy Madaniyat tarqitish Çeklik Şirketi birleşip işleyen Estodiyaga Kim Keldi programımız başını şallab turibdi. Hayajonlanmayapsizmi? Albatta hayajonlandim. Men shunchalik hayajonlanyapman. Tayyorlab tutdim. Tayyorlab tutdi. Texniklik jihatdagi xizmatlar tayyor bo'ldi. Sandagi muzikant bola taqbilab saqlayotdi. Nima degan yaxshi. Mana Estodiyaga Kim Keldi programımızın tunji saniga qaysi aziz mehmonimiz keldi ekan? Qarab baqaylik. Yanlıkta çekilgen bölgüp yürekler Yar soğusu sakları mengi kalbimde Fatih'indir saatin sol kol bilekte Ah demir Estodiyaga Kim Keldi programımızga mana Gülşat Rayı'dan atmış geldi. Benim aramazda. Sizin programımızga qadam tashrif qilganingizga rahmat Gülşatga. Demek siz odatda mushundaq bek paranglashadigan, jiqroq gap qiladigan ishlar bo'lsa biroz o'zingizni olib qochatdingiz mening bilishimcha. Lekin siz bugun ziyoratimizni shunday yaxshi qabul qildingiz, programmamizning har bir halqalarigacha to'liq qatnashishni tanladingiz. Buningdagi sababni bir deb bering. Studiyaga Kim Keldi nomli bu programma bir yangi tipdagi burun bo'lib bir program shakllangan-ku. Men bu programmani yoqtirgan bir yerim, cho'lponlarning hammasi naq maydonda, naq muzik chilinib, To'g'ri. naqshini naq maydonda etib, o'zining haqiqiy mushu talantini naq maydonda ko'rsatadigan, namoyon qilgan mana bu program bu. Biz programının beshida mushu ziyoratdan burun biz to'g'riga naqshlaringizni e'lon qildik. Anandan keyin o'zingizningki mushu programma qadam tashrif qilganligingizni e'lon qildik. Sizni yaxshi ko'radigan tomoshabinlar sizdan bek ko'p savol so'rab ketdi. Biz mushundaq ko'p savollardan 6 savolni naq maydonga akeldik. Mushuningdan qanchinchini oldida tanlaysiz? 3 savolga javob berib bersiz. Şu samsa cüptün başla ikkinchi javob berib boqayman. Yaxshimisiz Dilshatkan? Siz bu sharqashiyalarning talaffuzida bek yaxshi so'zlaysiz. Buni ustiga o'zingizmi Shanxay o'qigan. Shu Shanxay talaffuzida bir ikki so'zlab bera olasiz? O'qish jarayonida shanba kunlar ancha talaffuzga chiqamiz. Endi u yerdagi o'qish jarayonida ashadiki Shanxaydagi yerlik bolalar bilan tanishgan men. Shular bilan asl paranglashib, maktab ichida asosan o'rtoq til so'zlashamiz. Maktabdan sirtdan darvozadan chiqqandan keyin ko'proq Shanxay til, Shanxaycha qolgandan keyin bu til ishlanadi. Masalan, yaxshimisiz degan
Nuhada, Nuhava. 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 Keşte vaktin babamda yalışanın yok kan dedi. Keşte ben bildim kino qaramsa, no yalışanın alayda çık kötüyü hava. Ben degan ala dedi. Ni degani no dedi. No. No dedi. Ben de ala dedi. Ala. No alayda jidaç şafana tamak yemez. Bir tamak yemez ya bir oynayımız deganda. Yalışanın alayda şu paşan hava. Paşan hava. Paşan hava. Paşan hava bolam da maqulma, yaxşı bolam da. Sizningki Shanghayda o'qigan yillarınız qanchinchi yillari atrofida? Ha, men Şanghay o'qishga borgan yilim 90-yildan 93-yilgacha 3 yil o'qidim. Shanghayda sizga dars bergan o'qituvchilarni hozirmi aslamsiz? Ha, ular bilan davomli aloqalashtirman. Mening muallimim degan hozir 86 yosh oshdi. U ayni vaqtida shu Jungoga tonilgan bir naqshchi. 60-70 yillarda bir naqshni aytib bo'lgan mamlakat. Putin chinkacho ya, foda soyo cha ya, ye putin ha da. 唱上一首心中的歌，献给亲人金竹马。嗦呀啦嗦，献给亲人金竹马的。Şu mening muallimim öz yezib öz aytgan. Muallimimning ismi Chang Liuzhu. Chang Liuzhu muallim hozir 86 yoshga kirdi. Hozirgacha aloqa qilib tursiz. Mushu bir 3 yil, 3 yil oldida o'zi tarbiyalagan o'quvchilarning hammasini yig'ib, o'quvchilarning bir naqshchiligini qilgan. Shuni ataydi, meni taklif qilib Shinjongdan bordim. Berib Tarim, Anarxon degan naqshlarni o'rlab berdim. Shanxay muzik sho'yaniga berib, o'qib, shu naqsh etish ilmidan bilim ilishdim boshqa. Yana oldidan o'zimning muallimi, Changliru muallimga o'quvchi bo'lganligimdan intayin xo'shman. Bir umrimdagi bir xo'shalik bir ish bu. Undan boshqa mening hozir saboqdoshlarimda Liu Changyong degan bu Jungoda hozir eng atoqli naqshchining birisi. Shanxay muzika sho'yanning Yuan Zhangsi bu bir cho'ng professor bo'ldi. Albatta hozirgi shu naqsh hayotimda men ham shu muallimimdan, saboqdoshlarimdan hozirgi shunday minnatdor his qilaman. Hörmətli görürmənlər. Şinjan Paridiyo Soğutçaklık şirketi xas namını ağan Stodiyaga kim keldi programısı davamlaşıvatıdı. İkinci sualınızga keldik. İkinciga siz qaysi sanni tanlaysiz ki? Üçüncü sualını. Üçüncü sualma. Dilshodga yaxshimisiz? Sizning boshqa artistlarimizning do'raydiganligini bilamiz. Lekin sizmi boshqalarning sizni do'raydiganligini bilamsiz. Acaba bo'pdan so'rdim bu savolni. Mening bu savolni so'ragim batdi. Xato talab qotmish bu sualni. Yana o'tishga bo'lmaydi. Oşu men do'raydiganda turda shu. Do'raydiganini. Dilshodga men sizni aynan doğruyan misalmi, lekin sizga bu hurmatim intayin cheksiz. Sizni kaptirim intayin chiroyli. Sizni qolgan chiroyli o'tamardi. Lekin bunaqa intayin chiroyli o'tdi. Bizni shuni tam o'xshagan bilan Yaxshibek emas o'qiyotgan bu. Men to'lib boraman. Lekin bu yerga siz qo'ydim, juma. Ayni chiqardim. Ayni birinchi qitim qaytaribdi, ikkinchi qitim qaytaribdi. O'qishmay qaytish kerak. Uni o'xshayib qo'ysa, ikkinchi qitim qaytargan hech qanday imshimaydi. Asarchada intayin to'g'ri aytdim. Amal yo'q, avatiya bo'lsa. Biroq do'ralabdimi? Keltiribdi. Shu farqlarni gaplang, tavushlar shu Tavushlarni keltiribdi. Do'rashmi bir xil talantchi bu. Bu sezim masalasi. Yani aşınığı diqqat qilgan, aşınığı ko'ngil bo'lgan, aşınığı tadqiq qilgan, aşınığı vaqt chiqargan, ejizson degandiki, anandikin doğru. Üçüncü sualga qaysi numarni tanlaysiz? 5ni tanlayman. 5 nima? 迪丽夏提老师您好，我想问您这一生最大的遗憾是什么呢？ Endi hayot degan chekli yo'lda qarang. O'zimning bir afsusligim, mening shu oliy maktab o'qiyotgan vaqtim texmi o'rlab o'qish niyatim bor edi. Masalan, aspirantlik, doktorlikcha shu vaqtlarda agar sharoit yaxshi bo'lgan bo'lsa,
texmi o'rlab o'qib, texmi ko'p bilimlarni egallagan bo'lsam, hozir shunchalik asqatida ketdik-da shu. Qanchalik yazsaq shu vaqtgacha o'ginimiz. Yelima ham yana davomli o'ginish xiyolingiz bo'lsa, yana afsuslanadigan ish emas, u yana davomli o'gangili bo'ladi deb qarayman. O'xi o'di Zuguo degan naqsha to'rda e'lon qilingandan keyin buning chekilish soni bak yuqori bo'ldi. Shu naqshangiz to'g'risida ozroq so'zlab beramsiz? Bu O'xa o'ri Zuguo Mehmet'in bilan biladigan bu naqsha melodiyasi eng go'zal. Teksti canlıq şunaq bir naqsha. Absalom Absapurishkimiz gitaralar eshitsam, buni bir saçlarda o'yinga chiqibdi-ki, va buni chekilsan ajoyib chiqib. Men aql bayron qoldi. Do'yinga aytganingizni bir o'rinlab bersangiz-chi, naq maydonda bir anglasak. Bo'ldi. Bu naqshli o'rinlash emas, tilnimi so'zlayotgan, qo'lingizga nima muzik chiqsa shuni chavotgan. Men qarab o'tirishotgan, nim degan qobiliyatlik deb qolaman. O'zingizga tamanno qo'yib qoldigansiz ba'zida men qilolmaydigan ish yo'q san'atda deb. Ya, unda qabil. Cho'ng'a muht bu, cho'ng rol o'ynaydi. Menda ko'p millat o'tirishgan o'tirishlarda bizning ashyalar masalan qozoqlar ham chiqdi. Asosiyatda shu Qozog'cha ko'proq kichikimda jiq bildim bu. Kichik vaqtlar o'smir bolalar bir-bir qo'shilib Mongol qozoq o'ynagandan keyin bir-birisining gapini o'rganib kichik vaqtimizdan tatlar. O'z vaqtida bir oylik ishlardek. Gapni o'rgangandek ularning naqshlarini o'rganib, buni qilib turmush odatlarini va tonish bo'lgandan keyin endiki alaning gap so'zi, naqshlarini bilmaydi, o'rganib qoldik ekanmiz. Unda olsa Қазақша нақшы. Қара таудың басынан ой көш келеді аяу, көшкен сайын бір тайлақ боз келеді аюгай, ән салышау бір балай. Алыс ауылың кеткенде қимас қалқау, қара көздің мүлдіріп, жас келеді аюгай, ән салышау бір балай. Әмді Дилшатқа бүгінгі программамыздың бір бөлігі var. Naq maydanda naqşı orunlaydigan. Onundan xəbəriniz var. Bizden hazır muzikantlarımız sizin saxlab durdu. Naq maydanga qaysı naqşlarınız əkeldiniz? Altın tuprak. Altın tuprak. Şu altın tuprak degan naqshni bak billa aytqan batdi, bugun oxir billa aytgan bo'ldim. Baharda kelamsan. Baharda kelamsan. Gül evettin yarsana. Endi şu qaraq bir naqshi deb süzük sular kelib to'g'ansilar. Dört naqshni ep keldim. Əmdi naq maydanga sizni təklif qilsak, qani Dilshatga naq maydanga marhamat. Ma'qulsiz. Yo'qom. Dilshatga. Arji kulaqda ovoz bormi? Yaxshimi o'qiydi, rahat anglayapamda? Yaxshi. Əmsə vallah, nəhayət yaxşı kəpsizlər. Bugünkü həmkarlaşımız nəhayət yaxşı olsun. Əmsə naxşlarımızı başlasaq. 3, 2, 1. Yol dilep kaldım ben yar yolunda. Kızıl gülünü tuttum ben yar kolunda. Ah yol dilep kaldım ben yar yolunda. Kaçak dilersen yarda, teşna bulup kardı yar gözün.
seherdeki lehemsen kızıl güller içilgan bahardakiler men bulbul muğluk sayrıgan seherdekiler men Yılayın azrak verip koyayım. Algın kızım al beni yolluğum bolsun salgın onu koynunga yürügüm bolsun Algın kızım al beni yolluğum bolsun salgın onu koynunga yürügüm bolsun müşkil uzak seferlerde Çıkı kızıl ot yürek emrah olsun Müşkil uzak seferlerde Çıkı kızıl ot yürek emrah olsun Kızıl güller içilgan bahardaki lemsen Bulbul muğluk sayrıgan seherdeki lemsen Kızıl güller içilgan bahardakiler men Bulbul muğluk sayrıgan seherdekiler men Gün meni amrığım kiler ben bökünüm Sana teşna yürügüm kaytırar beni Yalğız kaldım dep azaplanma Yollayım en salam sevinip seni Kızıl güller içilgan bahardakiler sen Bulbul muğluk sayrıgan seherdekiler sen Kızıl güller içilgan bahardakiler men Bulbul muğluk sayrıgan seherdekiler men Bulbul muğluk sayrıgan seherdekiler men Algın kızıl almanı yolluğum bolsun, salgın onu koynunga jürgüm bolsun. Tekst muşunçilikli çıraylık çıka ha. Bek güzel. Bu nakşini Merkezi Halk Radyo Stasyonundaki Bəxtiyar nakşı müzikisi hem de nakşı teksti Bəxtiyar. Bu nakşı ben orlap çıkandan ki bunun adi şekil sani şunçilik Yuqur boldu. Мәңгі muhabbetlik kuylarınız üzülmesin. Mana muşundaq muhabbetlik güzel melodiyalarni мәңгі bizga sunup turun. Siz bir vaqtda bir g'ingshib berdingiz ku manga. Gül evettim, gül evettim, gül evettim. Gül evettim yar sana. Yar sana. Bek chiroyli bir melodiya. Mush naqsh to'g'risida ozroq o'ylaganlaringizni so'zlab berasiz? Bu naqshning melodiyasi bek yaxshi. Bek chiroyli. Chiroyli. Shundan tekstimi shundoq işte. Shuna bu naqshni hozirgi zamonning uslub bilan shu elektrlik chalg'u muzikalar bilan birlashtirib bu akord chiqarib mandaq etibaqsa qanday bo'lganda deb buni sinab qilsam buning shu unumi nihoyat yaxshi bo'ldi. Rost. O'zimga shunda chiroyli anglandi, jonli anglandi. Chuqur shunday bo'ldi. Shunga bu naqshni bu qitim shu elektrlik muzikalar bilan milliy muzikani aralashtirib mushtaq o'rlab keldim. Qani gül evettim yar sana degan melodiyadan hammamiz o'zirlanaylik. Üç, iki, bir. Melodiyası pek chiroyli bu naqshning. Hürmetli görürmenler, Şinjan Paradiyo Soğut Çeklik Şirketi xas namını ağan Suriye'ye kim geldi programımız nayt kızgın davamlaşıvatıdı. Yar sana, köngül evettim yar sana Gül evettim yar sana, köngül evettim yar sana
gülşenide bolgan edim hoştar sana. Ey canan, gülbeğim gülşenide bolgan edim hoştar sana. Gülbeğimnin şadlığı, gülge oralgan yaprağı, gülge oralgan yaprağı. Ey canan, gül kurar, gülşen kurar, ana vatanning gülbeği. Gülşen kurar, ana vatanning gülbeği. Gülbeğimnin şadlığı, gülge oralgan yaprağı, gülge oralgan yaprağı. Ey canan, gül kurar, gülşen kurar, ana vatanning gülbeği. Gülşen kurar, ana vatanning gülbeği. Gül kurar, gülşen kurar, ana vatanning Naqshlarning ichida sizlar eng yaxshi ko'rgan naqshangiz qaysi edi Dilshodka? Eng yaxshi ko'radigan naqsham yana oltin tuproq. Bizning Mastana arzusini amalga oshirish bosqichiga yetib keldik. To'g'ri. Boyatin yaqin sizning Mastanangiz oltin tuproq degan naqshni saqlab turdi. Mastanangizni bir taklif qilsak, To'g'ri. billa bir naqshingizni o'rinlasangiz qanday bo'lar? Bo'ldi. Qiynalsa? Chiqargan bo'ldim. Salomada. Yaxshi turdingizmi? Qandaroq ahvolingiz? Yaxshi gapsiz programmamizga jiddiylashyapsiz. Uzoq jiddilish bor. Dilshodkamga bir uzundan beri tayyorlab qo'ygan bir sovg'am batdi. Shuni bir o'z qo'lim bilan berib olgan bo'lsam. Sizniki unalg'u lentangiz uzun bo'ldi saqlab kelib Men o'tqan. ichib etay buni amsa. Bu qaysi vaqtingiz? Bununla 15-20 yıl olib qoldi. Bulbulum Bak degan. isilsiz gapsiz. Bu üzerinde mi yoktu mu hazır? Kichikimdan saqlab qo'ygan. Anglaydim kichikimdan. Rahmat. Sahnamiz ishqinlar qoldi Dilshodka. Men bir misra, sen bir misra madaq etib, oxirsini birga etib mashta qilib Bo'ldi. oralaydi. Bo'ldi. Ha, hamsa muzikantlar boshlaylik. Ha, muzikant bolalar hamsa 3-chi naqshni boshlaylik. 3-chi naqsha oltin tuproq Dilshodkan bilan Mastanasi birga aytadigan naqsha. Başladık hamsa 3, 2, 1. Studiyaga kim keldi programmamizning xos nomini olgan Shinjang Radio So'zchak shirkatiga alohida rahmat aytamiz.
Alam münermo Altın tuprak yar günü Uruk çassam üner mu? Hundan diki hiç buldu Alim yar biler mo Hundan dikiş buldum Halim yar bilen Ey muhabbet Ey muhabbet Hundan dikiş buldum Alim yar biler mo Hundan dikiş buldum Alim yar biler mo Gitarın zalı ölümünü çekip koyacağım. Akordunu azırak açıp koyalım. Akordun strologunu çekip koyalım. Beni otqa salgan ya Özüm oten kuyarmu Beni otqa salgan yar Özüm o tenküyemu Hasretimge derdimge Terva kılmay yürermu Hasretimge derdimge Terva kılmay yürer mu Ey muhabbet Ey muhabbet Hasretimge derdimge Terva kılmay yürer mu Hasretimge derdimge Terva kılmay yürer mu La 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 lay La 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 lay La 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 lay La la lay lay La 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 lay La 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 lay La 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 Rahmat. Nayt yaxshi aytdingiz. Dilshatkan bilan mush naqshini aytgandagi hissiyotingiz qandaqroq? Bek hayacanlanıp kettim Dilshat ustaz. Nim deydiki? Qani? Dilshatga qandaq aytdi? Intayin yaxshi aytdi. Men ilhomninki haliqi shundaq izchil sizning naqshingizni anglab, sizning hatto qopluq unalg'u lentalaringizni saqlab, bugun maydonga kelgicha mush naqshini astoydil o'rinlab chiqib ketishiga qarab, odamlarning taraqqiyoti izchillik ekan deb o'ylab o'tadim bu yerdan, shundaqmi? To'g'ridan to'g'ri. Mush izchilli bo'lsak, izchillikni saqlasak, davomli tirishsak, oxiri orzuyimiz amalga oshadi ekan-ku. Dilshatkamninki haqiqiy bir mastanisi ekansiz. Andan keyin siz Dilshatkan bilan nimani bakroq asos qilib, mush oltin tuproq degan naqshini o'rinlasam-ka deb o'yladingiz. Altın tuprak temizlik nakşa bir muhabbet lirikisi. Dilshatkamning hamma naqshini yoqtirib anglayman, yaxshi ko'raman. Shuning ichidan ham demiş altın tuprakni bakroq yaxshi ko'raman. Shunga shu naqshini aytsam deb arzu qildim. Mana bizninki studiyaga kim keldi programmamiz Cho'lponlarninki mushundaq go'zal naqshlar bilan tomoshabinlarimizni, ko'rmanlarimizni huzurlantirib qolmay, sizdek mastanalarning arzulariga yetkazadigan nihoyat bir yaxshi sahna. İlhamga o'xshash ko'plagan mastanalarimizning davomli programmamizga qatnashishiga chin dilimizdan tilakdoshlik bildiramiz. Qani sizlarga yana bizning sovg'alarimiz uzilmaydi, Dilshatka.
Sizga şu Şinjan Eltaj Xalqaro Savdo Cheklik şirketining Eltaj Yaqut Javhirini teningizning saq, ishlaringizning o'ngishli bo'lishi uchun az bo'lsin ko'nglimiz qilib sundiq. Voy, rahmat, Qani, rahmat. qabul bunday qilg'aysiz. yaxshi, rahmat sizga. İlham inimizmi so'g'imiz bor albatta. Yana o'xshashlar shu Şinjan Eltaj Xalqaro Savdo Cheklik şirketining Söylep Javhirini sizga so'q qildik. Sizning teningiz saq, ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Her bir san programmada dağlıq çolpanlar siz ve biz bilen birge naqşa etdik. Siz Şinjan Sunni Hamra televiziyasının ammavi ündidar süpsini qo'shib elib, o'zingiz aytgan naqshlarni sin orqali avarsınız, studiyaga kim keldi programmamizda çolpanlar bilan birge naqşa etish fursatiga erisha olasiz. Her bir san programmamizda mastanlarimizga çolpanlar bilan naqşa etish fursatini beramiz. Shunda xulosalashga bo'ladiki, minnatdorlikqa cho'milgan qalb eng go'zal qalb. Minnatdorlikda aytilgan naqsha eng go'zal naqsha. Studiyaga kim keldi programmamiz mana mushundaq yiqimliq naqshlar bilan bizga xo'shallik ato qildi. Naqshchilarning go'zal melodiyalari, yangroq naqshlari, minnatdorlik kuylari programmamiz orqali texmi ko'p namoyon bo'lg'isi. Studiyaga kim keldi programmamiz har qaysinglarning yangroq ovozi bilan san'at beg'imizdagi gulzorlikqa aylang'isi. Kelar sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.